Bugun nimalar o'tamiz? Bugun bizni oxirgi oyimiz ekan. Ya'ni birinchi oyimiz uchun oxirgi darsimiz ekan. Bugun biz graflar o'tamiz, graf turlari haqida o'tamiz, keyin weighted graph, graph traversal algoritmlari va undan tashqari introduction to trees, ya'ni tree mavzusiga to'xtalib o'tamiz, types of trees, tree traversal, linked list va Q&A haqida bo'lib o'tadi. Darsimiz o'ta limited, ya'ni juda ham cheklangan. Shuni ham hisobga olib qo'yishingizni so'rab qolardim. Chunki nega? Biz hamma narsaga to'xtalib o'tolmaymiz, ya'ni buni imkoni yo'q. Shuning uchun ba'zi narsalar o'tiladi, ba'zi narsalar odatda o'ziga tashlab ketiladi. Lekin imkon qadar biz eng asosiy qismlarni cover qilishga harakat qilamiz. Birinchi beradigan savolimiz nima? What is graf haqida bir ajoyib voqea o'qigandim juda ham oldin, ya'ni juda ham oldin sodir bo'lgan bu voqea. Matematik olim bo'lgan, uni ismi hop, keling matematik olimga to'xtalishdan oldin o'sha hikoyani o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, xullas hikoya quyidagicha boshlanadi. Germaniya hukumati shunaqa ko'priklar o'rnatgan bo'ladiki, ya'ni shahararo shunaqa ko'priklar o'rnatgan bo'ladiki, misol uchun mana bu yerda yana bitta ko'prik va sayohatchilarni shunday yurishga majbur qilmoqchi bo'ladiki, har bir ko'prikdan bir marta yursin, ya'ni bir marta o'tsin, ko'priklardan bir marta o'tsin. Ammo butun shaharni aylanib chiqish tajribasini, ya'ni experience'ini his qilsin degan holatda shunaqa savol qo'yishadi. Buni muammoni yecholmaydi. Oxir-oqibat ular eng yaxshi matematik olimlardan biri Euler degan olim bor. Agar ismini eshitgan bo'lsanglar, Euler degan olim bor. O'sha olimni olib kelishadi va unga juda ham ko'p har xil tarzda muammoni tushuntirishga harakat qiladi. Euler mana shu muammoga graf, ya'ni data strukturasi asosida yechim qilishga harakat qiladi. Chunki nega? Ikkita shaharni, ya'ni node sifatida qabul qilsa, misol uchun mana bu yerda Berlin bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Berlindan mana bu ko'prikka, misol uchun mana bu Myunxen bo'ladigan bo'lsa, yana mana bu yerda ko'prik bor, yana qanaqadir shahar bu yoqda. Ya'ni ular hammasini shunchaki mana bu node va mana buni edge deb atasak bo'ladi. Edge bu uchi, ya'ni misol uchun bu qismi vertex, ya'ni buni vertex deb ataydi va buni edge. Va shunaqa qilib, ya'ni shaharlar o'rtasidagi bog'liqlikni topishga harakat qiladi. Demak, qisqacha bo'lsa ham tushunarli bo'layotgan bo'lsa kerak, ya'ni qanday kelib qolganligi. Va oxiri aytadiki, yo'q, bu bo'lmas ekan, taxminiy hikoya shunaqa bo'ladi. Men buni bitta kitobda o'qib qolgan edim. Eslolmayman qaysi kitobligini, lekin hozir hayolimga birinchi kelgan narsa shu bo'ldi. Demak, mana shunaqa holatda u aytadiki, yo'q, bu bunaqa bo'lishi uchun bizni shahrimiz to'g'ri kelmas ekan, shahar boshqatdan qo'shinglarga to'g'ri keladi bunaqa qilish uchun deb o'zi qanaqadir yechim beradi. Ya'ni graflar aynan bog'liqlikni tasvirlash uchun yaratilgan ma'lumotlar strukturasi hisoblanadi. Demak, graflar o'zi bizga nimaga kerak va qanday ko'rinishda bo'ladi, bular haqida hozir gaplashib o'tamiz. Graf demak, u bog'liqliklarni tasvirlovchi ma'lumotlar strukturasi hisoblanadi. Esinglarda bo'lsa, arraylar haqida gaplashgan edik va boshqa ma'lumotlar strukturalar haqida gaplashib o'tgan edik va bugungi darsimizda aynan graf bo'ladi. Xo'p, birinchi beradigan savolim, graf qanday ma'lumotlar strukturasi? Esinglarda bo'lsa, biz ikki xil ma'lumotlar strukturasi haqida gaplashgan edik. Bu birinchisi base, ikkinchisi abstract. Graf qaysi biriga kiradi deb o'ylaysiz? Ya'ni graf abstract data structuremi yoki base data structuremi? Grafimiz abstract data structure hisoblanar ekan. Yaxshi, chunki nega? Biz uni o'sha array va shunga o'xshagan base data structurelar asosida represent qilamiz, ya'ni dasturlash tilida yoki xotirada aynan mana shu data structurelar ishlatgan holatda. Graf o'zi qanday ko'rinishda bo'ladi? Graf nimalar bor? Grafda biz bilamizki, nodelar degan tushuncha bor. Node bu qanaqadir qiymatni o'ziga olib qo'yadi, qanaqadir o'zini qiymati bor va reference o'zidan keyingi elementga yoki bolalariga va hokazo qandaydir elementga reference qila oladigan.
yoki referenslar qila oladigan elementni biz node deb atardik. Xuddi shu narsa, ya'ni node deb atardik. Xuddi shu narsa graflar tilida bu vertex deyiladi. Vertex deb atalar ekan. Ya'ni node bilan vertex farqi mana shunda. Ya'ni vertex ham xuddi shunaqa narsa. Va undan tashqari ikkita nodeni o'rtasida bog'lab turuvchi mana bu chiziqni biz edge deb ataymiz. Ya'ni ikkita vertexni bog'lab turuvchi chiziq bu edge deb hisoblanar ekan. Juda ham sodda tushunchalar. Endi sizda savol bo'lishi mumkin. Xo'p, uni qanaqa ko'rinishda bo'ladi unda? Ya'ni graflarni matematikada quyidagicha aniq qilinadi. Ya'ni vertex va edgelar deb hisoblashadi. Yokida teskarisi, ya'ni edge vertex deb hisoblashadi. Demak, biz buni qanaqa reprezent qilsak bo'ladi? Hozir bu haqida ham gaplashamiz. Demak, endi bizda graflar bor, graf tiplari bor. Bu directed, undirected va DAG degan tushuncha bor. DAGga to'xtalib o'tamiz albatta. Hozircha gapirmay turaman. Ya'ni directed va undirected. Ya'ni directed va undirected o'zi nima degani? Ya'ni directed degani, misol uchun tasavvur qiling, bizda A bor, B bor va C bor. Agar biz qayergadir aniq yo'nalish bersak, u holatda biz grafimiz directed hisoblanadi. Misol uchun A dan B ga yo'l bor degani, B dan C ga yo'l bor degani, lekin C dan hech qayerga yo'l yo'q, A dan C ga ham yo'l bor. Bu directed, ya'ni aniq yo'nalishi bor. Misol uchun A B ga qarab yura oladi, B dan A ga qarab yura olmaysiz, ya'ni bunaqa yo'l mavjud emas degan ma'noda keladi. Undirected esa nima degani? Misol uchun A, B, C deydigan bo'lsangiz, unda hech qanday yo'nalish haqida gap ketmaydi. Ya'ni bu degani siz ham oldinga, ham orqaga yura olasiz degani. Ya'ni siz A dan B ga bora olasiz, B dan A ga ham bora olasiz. Ya'ni orqaga ham qaytsangiz bo'ladi, oldinga borsangiz ham bo'ladi. Lekin directedda, ya'ni buni imkoni yo'q bo'ladi. Undirected graflar va directed graflar. Va directed graflarda shunaqa narsa borki, misol uchun boyagi A, B, C ni oladigan bo'lsak, A dan B ga borish qilsangiz bo'ladi va B dan A ga ham yana direction berishingizga to'g'ri keladi. Va shu holatda u bir-biriga bora olishini bilishi mumkin. Va bu narsa cycle deyilmaydi. Ya'ni bu narsaga juda ham e'tibor bering. Bugun graflar cyclelar haqida ham albatta gaplashamiz. Qanaqa cycle topish va cycle qoidasi nima? Bu yerda hozir cycle bor deb o'ylashingiz mumkin, lekin yo'qligiga isbot albatta keltirib o'taman. Two directional emas, bidirectional desangiz to'g'ri bo'ladi. Ya'ni ikki tarafga ham boradi, yes. Ya'ni undirectedda ikki tarafga ham borsa bo'ladi. Ya'ni A dan B ga, B dan A ga ham borsangiz bo'ladi. Aynan direction cheklab qo'ymaydi. Directed desa cheklanish bor, chunki qaytish yo'qda. U faqat o'sha tomon harakatlana oladi faqat. Ya'ni siz ruxsat bergan, ya'ni u cheklangan imkoniyati, yurish imkoniyati directedda cheklangan bo'ladi. Ya'ni u aynan siz point qilgan tarafga yura oladi, yura olmaydi. Va buni qanaqa qilib graf ko'rinishida reprezent qilsak bo'ladi? Ya'ni A, B, C ni, misol uchun mana bu holatimizda keling, buni olib turaylik. Hozircha shunchaki ko'rib ketaylik. Demak, A ni o'zini oladigan bo'lsak, bizda mana shu A ni vertexlarni oladigan bo'lsak, bizda qanaqa vertexlarimiz bor? Bizda A bor, B bor va C bor. Biz nodlarimiz sonini hisoblayapmiz. Xo'p, nimagadir yurib ketyapti. Qanaqa bloklasak bo'ladi? Okay. Demak, A bor, B bor, C bor. Ko'rib turganingizdek, mana bu bizni vertexlarimiz soni. Endi edgelarimiz qanaqa hisoblaymiz desangiz, biz edgelarimizni aytishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun A qayerga bog'lanyapti? Ya'ni A B ga bog'lanyapti. Misol uchun keyin A C ga bog'lanyapti, misol uchun, va B C ga bog'lanyapti, ya'ni mana bu B C ga bog'lanyapti, mana bu ko'rinishda. Ya'ni B C ga bog'lanyapti va shu bilan tugaydi. Endi mana bu holatda qanday bo'ladi? Ya'ni vertexlar soni o'sha bo'ladi. A, B, C bo'ladi. Faqatgina buni edgelari endi sal ko'proq bo'ladi. Misol uchun A, B,
A, C, tak, B, C, B, A. Xullas, har bir kombinatsiyani hisoblab chiqishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni, o'sha yurganlarni hisoblashingizga to'g'ri keladi. DAG, boyagi DAG haqida gaplashamiz. Hop, DAG o'zi nima degani? Bu Directed Acyclic Graph. Tak. G'ni o'zi grafda, xullas. Graph. Hop, whatever. Demak, Directed Acyclic Graph nima degani? Graflar ikki turga bo'linadi. Ya'ni cyclic, acyclic. Ya'ni cyclic degani bu aylana bor degani. Aylana. Ya'ni A'dan boshlanib A'ga yana qaytib keladigan holatni o'zini aytadigan bo'lsak, bu sikl. Ya'ni sikl bu aylana. Misol uchun A'dan boshlandi, B'ga yurdi, C'ga yurdi, yana A'ga qaytib keladi. Bu sikl. Acyclic esa aylana yo'q degani. Ya'ni xuddi shunaqa aylana yo'qligini bildiradi. Keling, DAG qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Bu directed ekan. Birinchi o'rinda, demak, bizning ko'rinishimiz qanaqadir direction bor degani. A, B, C, D va hop, keling mana bunaqa. Demak, A'dan B'ga yo'l bor, B'dan A'ga yo'l bor, A'dan C'ga yo'l bor, bunaqa yo'l bor va bunday. Misol uchun, mana bu grafni ko'radigan bo'lsangiz, mana bu yerda sikl bormi, yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? A'dan B'ga, B'dan A'ga. Savolimga savol bilan javob berishga harakat qilaman. Demak, mana bu grafimizning turi qanaqa? Yes. Demak, nima degani shu? Undirected. Demak, mana bunimiz, ya'ni A bilan B bizni mana bu holatimizda nima bo'lyapti? Demak, aynan mana shu undirectedlikki hisobiga bizda sikl hisoblanmaydi. Tushunyapsizmi? Agar sikl bo'lganida undirecteddagi mana bu A bilan B'imiz ham siklga tushib qolgan bo'lardi. Chunki biz aytyapmiz, ya'ni unidirected, ya'ni undirected degani bu bidirectional, ya'ni ikki taraf ham bir-biriga bora oladi, ya'ni u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa. Sikl bo'lishi uchun ikkita nod emas, ikkitadan ko'proq bo'lishi kerak. Ya'ni ikkitadan ko'proq nod aylanib o'ziga qaytib kelishi kerak bo'ladi. Misol uchun qanday ko'rinishda bo'ladi? Demak, A bor bizda, B bor, C bor va D bor. Demak, A'dan C'ga bordi, C'dan B'ga bordi, B'dan yana A'ga keldi. Mana bu yerda sikl bor. Demak, ko'ryapsizmi? Ya'ni A'dan C'ga bordi, C'dan B'ga bordi, B'dan, ya'ni o'rtada bitta yana vertex qo'shildi. Ya'ni kamida 3 ta nod vertex qatnashi kerak. Mana shu holatda bizda cycle hisoblanadi. Qolgan holatlarda no, ya'ni shunchaki u ikkitasi bir-biriga shunchaki bog'liqligini isbotlab beradi xolos. Endi DAGni ham tushundingiz degan umiddaman. DAG degan directed acyclic graph, ya'ni mana bu bizning misolimiz DAG hisoblanadi. Ya'ni bu ham directed, ham sikli yo'q va graf hisoblanyapti. Demak, ko'rib turibsizki, mana bu holati sikl emas. Ya'ni mana shuning uchun ham biz buni DAG deymiz. Ya'ni directed bo'lsa, sikl bo'lmasa, demak uni biz directed acyclic graph deb atasak bo'ladi. Demak, graflarimiz 3 xil turda bo'lar ekan. Ya'ni directed, undirected va DAGlar. Endi memoryda qanaqa qilib, ya'ni xotirada qanday represent qilish haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni ularni dasturlash tillarida qanday represent qilishimiz kerak. Buni 3 xil turini bilaman. Men hozircha o'zim bilganlarim 3 xil turi. Birinchisi data structure ko'rinishida, qanaqadir complex data structure sifatida yaratasiz. Struct. Ya'ni struct ko'rinishida yaratasiz, bu bir. Ikkinchisi adjacency list deb ataladi. Juda ham mashhurlaridan biri. Buni o'zini ham ikki xil ko'rinishda yozsa bo'ladi. Keyingi adjacency matrix. Ya'ni mana shu 3 xil ko'rinishda biz represent qila olar ekanmiz. Ya'ni adjacency matrix, adjacency list va data structure qanaqadir struct ko'rinishda berishimiz mumkin. Demak, adjacency list qanaqa bo'ladi, adjacency matrix qanaqa bo'ladi? Keling, bitta oddiy graf oladigan bo'lsak, misol uchun bizda. Okay. Demak, keling birinchi adjacency list, ya'ni adjacency
list ko'rinishida qanday bo'lishini ko'ramiz. Demak, A nimaga bog'langan? List beramiz. A bizda hop B ga va C ga bog'langan. Keyingisi B turibdi. B faqat D ga bog'langan ekan, shuning uchun B ni o'ziga bog'lab ketamiz. Keyingisi C ekan. C faqat B ga bog'langan. C B ga bog'langan. Hop, juda ham yozuvim yomon bo'lib ketyapti. Va D. D esa faqat C ga bog'langan. D faqat C ga bog'langan. Gap mana. Demak, bizda qanaqadir ma'lumot strukturalarimiz, ya'ni yozuvlar asosida bo'lgani uchun biz bu yerda hashmap ko'rinishida keltirdik hozir. A ko'rib turganingizdek B bilan C ga bog'langan bo'lyapti. Hop, nimalar bo'lib ketyapti? B bilan C ga bog'langan. Ya'ni A B bilan C ga bog'langan va C B ga bog'langan, B D ga bog'langan, D esa C ga. Demak, bu adjacency list ko'rinishida ekan. Agar faqat raqamlar asosida qanaqadir graf tuzadigan bo'lsangiz, uni 2D matrix ko'rinishida ham keltirib o'tsangiz bo'ladi. Keyingisi nima? Keyingisi 2D matrix ko'rinishida bo'ladi. Misol uchun bizda keling mana bunaqa, ya'ni 1, 2 va 3 ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, mana bunday va bunday ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, nima deymiz? 1, 2, 3 va bu yerda ham 1, 2, 3 ko'rinishida matrix chizib olamiz. Va endi connectionlar bor yoki yo'qligini, ya'ni biz bu yerga represent qilib ketishimizga to'g'ri keladi. Demak, 1 bilan 1 bog'langanmi? Savol. Demak, 1 bilan 1 bog'lanmagan, 0. 1 bilan 2 bog'langanmi? Ya'ni 1 bilan 2 bog'langanmi? Demak, biz bunga 1 deb yozib ketsak bo'ladi. Ikkida 1 bilan 3 bog'langanmi? 1. 2 bilan qaysidir bog'langanmi? 2 dan hech qayerga chiqmagan, shuning uchun 0 bo'ladi. 3 dan bog'lanish bor, faqat 2 ga. Demak, 1 bo'ladi, qolganlari 0 bo'ladi. Demak, mana bu bizda adjacency matriximiz hisoblanadi va buni qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Ya'ni shunchaki shuni 0 1 1 endi 0 0 0 va 0 1 0 ko'rinishda keltirib o'tar ekanmiz. Demak, vem qilib, misol uchun, keling hammaga accessible biror bir til tanlashga harakat qilamiz. Okay, so Python, I think. Okay, nuqta. Biz graf haqida gaplashyapmiz, shuning uchun graf py qilsak bo'ladi. Demak, adjacency list haqida gap ketganida, list ko'rinishda qanday bo'ladi? Misol uchun bizning grafimiz, istalgan bitta graf olishimiz mumkin. Misol uchun A bor va u B va C ga point qilyapti. B bor bizda boyagi grafimiz o'zini yozib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun D ga point qilyapti. Hop, C bor. C'miz B ga point qilar ekan. Va D bor. D'miz C ga point qilyapti ekan. Demak, mana shunaqa ko'rinishda bizning grafimiz va biz buni keyinchalik albatta ishlatamiz. Biz hozir mana bu grafimizni chizdik, ya'ni aynan mana shu narsani xotirada represent qilishni ko'rib chiqdik, ya'ni A B C ga, B esa D ga, C esa B ga va D esa C ga qanday qilib represent qilishini ko'rib chiqdik. Demak, weighted graf nima? Graflarni og'irligi bor. Demak, mana shunaqa bizning grafimiz bor. Tasavvur qiling, A dan D ga borsa bo'ladi, C ga borsa bo'ladi. Biz A dan A B C D E ga bormoqchimiz. Okay. A dan E ga bormoqchimiz. Tasavvur qiling, manzilimiz A dan E ga. Endi buni qanchada borishimizni, qanday tez borishimizni hisoblashimiz uchun bizga qanaqadir aniq metrikalar kerak bo'ladi.
metrikalar kerak bo'ladi, misol uchun. Endi bitta simmetrik bor, asimetrik ko'rinishlar bor. Simmetrik ko'rinishi qanaqa bo'ladi, asimetrik ko'rinishi qanaqa bo'ladi, buni Google Maps misolida ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun, ba'zi yo'llar bor, ya'ni siz tasavvur qiling, Toshkentdasiz, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga borishingiz uchun mana borishingizda probka bor. Probkani borligini hisobiga sizni borishingizni weighti 20 bo'ladi. Lekin qaytishingizda probka yo'qligini hisobiga qaytishingiz misol uchun 10 bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi 10 minutlik yo'l, lekin siz borishingizni hisobini u 20 ga oshiradi. Aynan weight 2 yoki undan ko'p, ya'ni grafdagi connectionlar, ya'ni o'rtadagi edge'lar. Odatda weightlar edge'ga nisbatan qo'shiladi, ya'ni edge weight bo'ladi. Edge'larga bog'lanib ketgan bo'ladi bu ma'lumot. Ya'ni qanday kommunikatsiya qilishini, ya'ni qanchalik valuesini ko'rsatib beradi, ya'ni kommunikatsiyadagi valuesi. Ya'ni sizni A nuqtadan B nuqtaga borishingiz, misol uchun, soat 4 da, ya'ni 4 gacha 10 bo'ladi, ya'ni simmetrik bo'ladi, bir xil bo'ladi. Lekin shunaqa pik vaqt borki, misol uchun, soat 4 bo'ldi, soat 4 da sizni A nuqtadan B nuqtaga borishingiz imkonsiz, chunki hamma o'sha ishga ketayotgan vaqt, misol uchun metro yokida soat 9 da pik vaqti bo'ladi. Qaytish oson, borish muammo bo'ladi. Ya'ni shahar o'rtasiga tasavvur qiling, shunaqa. Ya'ni weight aynan shu narsalarni calculate qilishda yordamga keladigan bitta qism hisoblasangiz bo'ladi. Misol uchun buni 2, buni 3, buni 2, buni 4 hisoblasangiz, buni 5, buni 2 va 3 hisoblasangiz bo'ladi. Endi bu yerda ba'zi algoritmlar bor, ya'ni short path hisoblaydi. Ba'zi algoritmlar bor, aynan weightiga qarab, ya'ni qanday tezroq borishingizni hisoblaydi. Short path hisoblaganingizda siz imkon qadar kamroq yurishni nazarda tutasiz. Lekin yana bitta algoritm bor, kim biladi buni? Misol uchun Dijkstra deydi buni. Dijkstradan tashqari yana bitta algoritm bor. Bellman-Ford yaxshi. Hop. Algoritm. Bellman-Ford bor, yana Floyd. Bu haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Adashmasam, Floyd Warshall algoritmi bor. Aynan bu algoritmlar hammasi weightlar asosida, ba'zilari negative weight bo'ladi, ba'zilarida positive weight bo'ladi, aynan weightlar asosida hisoblaydi. Endi bu sizni use cases'ga qarab tanlanadigan algoritmlar hisoblanadi. Ya'ni bu grafi algoritmlar, ya'ni shortest path algoritm hisoblasangiz bo'ladi, ya'ni BFS misol uchun. Ya'ni qanchalik kamroq misol uchun path yurishim mumkin deb hisoblashingiz mumkin, lekin Dijkstra va shunga o'xshagan algoritmlar, Bellman-Ford, Floyd Warshall, bular hammasi aynan weightlar asosida ishlaydi. Ya'ni ular ancha efficientroq, ya'ni qanday tez borishingizni hisoblab bera oladi. Ya'ni siz ko'p yurishingiz emas, ko'p path yurishingiz muhim emas, u yerda aynan weightlar asosida calculation bajaradi. Demak, weighted graflar shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Endi mana bu yerda siz weightlar agar yozadigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, 1 dan 3 ga borishingiz 5 weight, 1 dan 2 ga borishingiz 2 weight, 3 dan 2 ga borishingiz 10 bo'ladigan bo'lsa, endi represent qilayotganingizda ham xuddi shunaqa ko'rinishda berib o'tasiz. Misol uchun 1 dan 3 ga qanaqa bo'ladi? Ya'ni 1 dan 3 ga bizda yo'q ekan. Demak, 3 dan 2 ga hisoblaganingizda buni 10 hisoblaysiz, misol uchun. Endi 1 dan 2 ga hisoblaganingizda buni 2 hisoblaysiz. Ya'ni matrikslardagi o'sha raqamlar o'rniga shunchaki qo'shib ketsangiz bo'ladi. Va 1 dan 3 ga hisoblaganingizda 5 bo'ladi. Hop, mana buni qilsangizda 5. Ya'ni weightlarni qo'yib hisoblab ketsangiz bo'ladi. Ya'ni edge'larni o'rniga. Bu yerda ham xuddi shunaqa, faqat tuple ko'rinishda yoki object ko'rinishda berib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqadir misol uchun values something, weight esa something deb yoki dictionary ko'rinishda bersangiz bo'ladi. Ya'ni hashmap ko'rinishda bersangiz bo'ladi. Yokida
tuple, ya'ni shunchaki birinchisiga value, ikkinchisiga weight'ini yozib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni saqlashda. Misol uchun B ni o'zi shu, weight shunaqa, C ni o'zi shu, weight shunaqa ko'rinishda yozib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni kompleks qilish bu sizga. Xo'p, endi real world application'larda siz qanaqa graflar ko'rasiz odatda? Odatda adjacency list ko'rasiz. Nimaga bu adjacency list, nimaga adjacency matrix emas? Space. Hamma gap space'da. Ya'ni buni space'i hop, nima bo'ladi? V2, ya'ni vertexlar kvadratiga olib keladi, chunki aynan matrix hisobiga. Juda ham ko'p space ishlatadi. Bu yerda esa qanaqa bo'ladi? V ni o'zi bo'ladi, ya'ni space ko'rinishi shunaqa. Endi time complexity bu bajarayotgan operatsiyasiga nisbatan hisoblaysiz. Hop, endi adjacency matrixi qanaqa plusi bor? Sanaqa muammo bo'lsa, qanaqadir bitta muammo bor, tasavvur qiling. Misol uchun sizga graf berildi, judayam katta graf berildi va sizga misol uchun 2, 3, 5, 8 berildi. Misol uchun shunaqa komplekski, ya'ni endi hisoblashingiz kerak. Ya'ni sizda 5 bilan 3 ni connectioni bormi degan muammo bor. Nimani ishlatganingiz ma'qul bu yerda? Aynan mana shu muammoni yechish uchun qaysi yo'lni yurganingiz ma'qul? Hop, demak sukunat. Albatta bu yerda undirected directed debman. Ya'ni adjacency matrix ko'rinishda berganingiz yaxshi, chunki nega? Siz shunchaki adjacency matrixni 5-elementiga tushib, 3-o'rindagi, ya'ni kolumndagi qiymatni ko'rasiz. Agar o'sha 1 yoki 1 dan katta qanaqadir songa, misol uchun teng emas bo'lsa, 0 ga teng emas bo'lsa, 0 ga, agar mana shu narsa true qaytarsa, demak siz connection bor deb bemalol ayta olasiz va aynan connection bor yoki yo'qligini hisoblash uchun bizga constant time, ya'ni constant time'da aytib bera oladi adjacency matrix ko'rinishi. Va yana bir marta aytaman, men adjacency list ko'rinishida ko'rganman ba'zi loyihalarda, lekin adjacency matrix ko'rinishida deyarli ko'rmaganman. Google nimadir ichki tizimlarida ishlatayotgan bo'lishi mumkin adjacency matrixni. Chunki Google G harfi aynan graflardan iborat. Google'ga kirsangiz juda ham ko'p graf bo'yicha maslahat beradi. Google'da ishlatilayotgan bo'lishi mumkin juda ham ko'plab. Aynan shuning uchun ham bizda bu bo'yicha aniq use case'im yo'q. Va oxirgi mavzumiz graf traversal ga to'xtalib o'tar ekanmiz. Graf traversal algoritmlar nima? Misol uchun BFS va DFS hisoblanadi. Demak, BFS va DFS bor. BFS bilan DFS o'rtasida qanday farq bor? Savol. Demak, eniga yuradi deyapsiz. Yaxshi. Lekin keling, agar biz misol uchun sizda keling mana misol oladigan bo'lsak, A bor, mana bu yerda B bor, mana bu yerda C bor, mana bu yerda D bor, bu yerda Y bor, misol uchun, va G bor, misol uchun, va J bor. Endi tasavvur qiling. Biz qachon DFS qilsak, ya'ni Adan Yga bormoqchimiz. DFS qilganimiz yaxshimi, BFS qilganimiz yaxshimi? Endi savol, mana misol uchun kim Grokking Algorithms degan kitobni o'qigan? Okay, Mango Seller haqida o'sha yerda gap ketadi, esingizda bo'lsa, ya'ni adashmayotgan bo'lsam, qanaqadir meva edi, xullas Mango Seller deb oladigan bo'lsak, adashmayotgan bo'lsam, birinchi bo'lib qo'shnilarini qidirib chiqadi. Ya'ni qo'shnilarini qidirib chiqish, birinchi o'zidagi, ya'ni edgelari bo'yicha yurib chiqish. Ya'ni go through edges deb yozadigan bo'lsak, aynan go through edges bu BFS ga to'g'ri keladi. Ya'ni BFS bo'yicha
hisoblasangiz, birinchi hamma qo'shnilaringizni qidirib chiqasiz. Undan keyin qo'shnilarini qidirib chiqasiz. Ya'ni bu first connection, second connection misol uchun va hokazo. Ya'ni buni LinkedInga o'xshatsangiz bo'ladi yoki Instagramga o'xshatsangiz bo'ladi. Misol uchun Instagramda siz do'stlaringiz bor, tasavvur qiling, mana do'stlaringiz bor. Siz follow qilgansiz ularga, misol uchun siz unga, u sizga follow qilgan. Bu sizni do'stlaringiz, ya'ni mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va do'stlaringizni do'stlari, ularda ham qanaqadir graflar bor, to'g'rimi? Ya'ni atrofida qanaqadir graflar bor. Ya'ni first connectionlar siz uchun D bo'ladi. Mana bu first, mana bu first, bu ham first, bu ham first. Bu uje ikkinchi hisoblanadi. Qachonki siz eng birinchi do'stlaringiz emas, qachonki siz farqi yo'q, imkon qadar, ya'ni kim manga sotyapti, o'sha odam do'sti sotyaptimi, uni do'sti sotyaptimi, uni do'sti sotyaptimi deb qidirmoqchi bo'lsangiz, DFS ishlatasiz. Agar yo'q, birinchi atrofingizdagi hamma do'stlaringizdan so'rab chiqmoqchi bo'lsangiz, ya'ni qo'shnilaringizdan so'ramoqchi bo'lsangiz, BFSdan boshlaysiz. Yana bitta oddiyroq use case oladigan bo'lsak, misol uchun mana bu holat. Ya'ni bizda A node bor, B node bor, C node bor, D node bor va E node bor. Demak, A bu yoqqa bora oladi faqat, keyin B bu yoqqa bora oladi, qayta oladi va mana bu ko'rinishda. Ya'ni bu yerda BFS qanaqa ishlaydi? Ya'ni siz A dan boshlayapsiz. Ya'ni boshlash nuqtangiz A dan. Direction qanaqa bo'ladi? Birinchi bo'lib siz A dan boshlayapsiz. A ni nodlarini nima qilishingiz kerak bo'ladi? Demak, biz state tekshirib borishimiz kerak. Ya'ni qayerdamiz hozir va kimlarni tekshirishimiz kerak degan holat bor. Biz buni trackka borishimiz kerak. Ya'ni qayerdamiz va keyingi odam kim? Ya'ni keyingi connection kim? Uni qanday olishimiz kerakligini qaysi data structure asosida kuzatib borsak bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Hop, keling o'ylab ko'ramiz. Demak, Q. Nimaga Q? Qni ishlash tarzi qanaqa edi? Demak, FIFO prinsipi bo'yicha ishlar ekan. Demak, biz birinchi A ni Q ga qo'yamiz. To'g'rimi? Demak, A ni o'zini olib, uni connectionlarni qidiramiz, ya'ni va B va C bo'ldi, to'g'rimi? Demak, mana bu Q'miz. Keling, buni FIFOligini bildik, o'chirib turamiz. Keyin A ni o'zini chiqarganimizdan keyin Q'miz bo'sh bo'lib qoldi va B bilan C ni explore qildik. Qo'shnilari bor ekan. Ya'ni birinchi o'zi. Endi B va C bo'ldi. Keyin B ni pop qilamiz, to'g'rimi? Ya'ni B ni chiqaramiz va B ni chiqarganimizdan keyin B ni qo'shnisini ko'ramiz. Qarasak, B da faqat D degan qo'shnisi bor ekan. Endi bizda B chiqib ketdi. Mana bu C suriladi o'rniga. C suriladi va B ni qo'shnisi boyagi nima ekan? D ekan. Shuning uchun D ni ham yana qo'shib qo'yamiz. Ya'ni D ni qo'shdik. Ana endi biz buni tekshirdik, B ni ham tekshirdik va endi C ni tekshirish uchun C ni ham pop qilamiz. Ya'ni chiqaramiz. Va D yana boshiga suriladi. Misol uchun D surildi, buni ham tekshirdik. C dan hech qanaqa chiquvchi yo'q ekan. Shuning uchun buni nima qila olmaymiz? Ya'ni hech nima qo'shilmaydi. Ya'ni Q'mizga hech nima qo'shilmaydi. Endi D ni o'chirib keldi, ya'ni D ga navbat keldi. D ni pop qilamiz, ya'ni Q dan chiqaramiz va D ni qo'shnisi nima ekan? A ekan. Va A ni solamiz bu yoqqa. D ni ham bo'ldi deymiz va undan keyin oxirida A ni chiqaramiz. A ni qo'shnisi yo'q. Demak, biz bu yerda bitta narsa qoldirib ketdik. D dan C ga yo'l tashlab ketdik. Ya'ni D dan keyin o'zi C ni qo'shishimiz kerak edi, yana C dan bu yoqqa yo'q, hech qanaqa yo'l baribir chiqib ketadi va shu tarzda davom etadi. Demak, ko'ryapsizmi? Ya'ni Q ni qanaqa efficient ishlatyapmiz. Ya'ni ketma-ketligini, ya'ni birinchi kiryapti, o'shani chiqazoryapmiz, kiryapti, chiqazoryapmiz. Ya'ni hammasini to'liq track qilib boryapmiz. Demak, stack hech umrimda ishlatmaganman desangiz, mana shu yerda endi ishlatishingizga to'g'ri kelar ekan. Demak, aynan mana shu qismga qaytamiz. Demak, birinchi nima qilishimiz kerak? Graflarimizni qo'shib oldik va grafimizni endi qanaqa qilib BFSini implementatsiya qilamiz. Keling, dev, hop, bizda dev BFS deymiz va u bizga graf oladi
qanaqadir dictionary keladi va bizni qiymatlarimiz start, ya'ni qanaqadir node beriladi. Misol uchun qaysidir nodedan boshlab, bizni holatimizda string ekan. Hop, bizga hech nima qaytarmaydi. Shunchaki hammasidan traverse qilib yurib beradi xolos. Hop, then bunday qolaylik. Hammaga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Okay. Demak, hammaga ko'rinyapti deb o'ylayman. Demak, BFS birinchi o'rinda nima qilamiz? If not node return. Ya'ni agar node berilmasa, birinchi o'rinda qanaqadir boshlanish nuqtasi berilmasa, biz qaytarishimizga to'g'ri keladi. Hop. Endi nima qilamiz? Boyagi prinsip bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, biz birinchi nima qilishimiz kerak? Yes, yaxshi. Queue'ni ochamiz. Demak, queue ochildi. Demak, queue'miz ochildi. Bu yerga hozircha arrayni o'zini ishlatganimiz yaxshimi yoki collection'ni olib kelamizmi? Deck olib kelganimiz yaxshi. Nimaga? Bu double-ended queue, ya'ni bu oddiy queue emas, double-ended queue deyiladi. Ya'ni nimaga biz double-ended queue'ni ishlatishimiz kerak? Uni pop leftdan pop qilib berishi ham, rightdan pop qilib berishi ham, ya'ni efficientroq, ya'ni unga yozish, o'qish ancha efficientroq, ya'ni ko'p operatsiyalari oddiy queue'ga nisbatan efficientroq bo'lgani uchun biz aynan deck ishlatganimiz yaxshi. Va biz boshida aynan mana shu nodeni o'zini qo'shib olganimiz yaxshi. Chunki nega? Biz aynan nodedan boshlayotganimizni tushuntirib o'tyapmiz. Endi biz uni iterate qilishimiz kerak va iterate qilishimiz uchun biz protsess tushunishimiz kerak. Qachon to'xtashimiz kerak? Loopimiz qachon to'xtashi kerak? Yes, demak queue'miz bo'shagan paytida, ya'ni biz nima desak bo'ladi? Len queue is empty, ya'ni mana shu qoidani o'zini qo'ysak, ya'ni 0 bo'lgani bu shunchaki bizni queue'miz to'xtatadi. Yoki shunchaki o'zini qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin hammaga tushunarli bo'lishi uchun, ya'ni queue'ni lengthini o'lchab qo'yib qo'yganimiz yaxshi deb o'ylayman. Demak, while length of queue is 0, ya'ni qachonki 0 bo'lganda to'xtaydi. Xo'p, endi nima qilamiz? Biz queue'dan top left qilamiz, ya'ni chap tomonidan elementni chiqaramiz, chunki biz chapdan o'ngga qarab qo'yapmiz-ku. Chap tomonidan chiqaryapmiz, chunki birinchi kirgan element chap tomonidan o'ngga qarab yurib ketgan bo'ladi. Shuning uchun eng birinchi kirgan element chap tomonda bo'ladi. Elementni chiqaramizda biz uni, misol uchun, hozirgi node deb atasak bo'ladi, ya'ni current node. Mana bu bo'ladi. Hop. Oxirga boramiz va current node bizda hozirgi nodimiz qanaqadir qiymat ekan va uni biz nima qilsak bo'ladi? Print qilsak bo'ladi. Hozircha biz print yo'lidan ketamiz. Demak, hozirgi nodimizni print qildik, ya'ni biz qaysi noddamiz. Endi nima qilamiz? Biz uni qo'shnilarini ko'rib chiqishimiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni biz A ni oldik va A ni qanaqa qo'shnilari borligini bilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Kimda ideya bor? Ya'ni DOM'ini implement qilishimizga. Bormi? Qanaqalar? No ideas? For? Yes, ya'ni biz hozir verticesdan tashqari edge'larni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni yurib chiqyapmiz shunchaki. Biz shunchaki aytamiz, ya'ni mana shu nodeni barcha qo'shnilarini berishini so'raymiz. Misol uchun, keling buni neighbors deb saqlasak bo'ladi. Neighbors empty list, ya'ni neighborlarni hammasini mana shu listga qo'shib ketsak bo'ladi va oxirida mana shunaqa qo'shnilari bor ekan deb aytsak bo'ladi. Misol uchun, mana bu delete, mana bu print qismini o'chirib tashlasak bo'ladi hozircha. For neighbor in grafdagi current nodeni olamiz. Ya'ni hozirgi biz olgan nodimiz, tasavvur qiling, birinchi nodimiz nima bo'lyapti? Bizda misol uchun A bo'lyapti. Ya'ni biz A bilan boshlaymiz va grafni boshlaymiz o'sha yerdan. Va A ni nodlari bizda B va C ekan. Ya'ni biz list bo'yicha traverse qilishimiz kerak endi. Ya'ni har bitta neighborni va neighbor append
neighbor deymiz, ya'ni qo'shamiz va davom etaveramiz. Va uni neighborlari tugadi va biz endi bu yerda qanaqadir chiroyliroq ko'rinishda print qilsak bo'ladi. Misol uchun print current, ya'ni f-string bilan, ya'ni shuni qo'shnilari mana shu ekan deb, misol uchun neighbors. Okay. Demak, mana shunaqa ko'rinishda print qilsak bo'ladi. Ya'ni buni qo'shnilari shu ekan, keyin uni qo'shnisiga davom etaveramiz. Lekin biz mana bu yerda bitta narsani esimizdan chiqardik. Nima qilishimiz kerak edi? Biz qo'shnilarning hammasini beryapmiz, lekin bitta narsa esimizdan chiqdi. Qo'shnilarni qayergadir yana qo'shib ketishimiz kerak. Yes. Q. Qga append qilamiz. Nimani? Ya'ni birin-ketin Qga append qilib ketamiz. Yes. Keyin endi BFSimizni mana bu tepadagi grafimiz bilan chaqirib ko'ramiz. Demak, biz A dan boshlashini so'raymiz va grafni chaqirsak, module not found collection bo'lib qolibdi. Collections bo'ladi. Okay, demak current node is not defined. Did you mean current node? Yana bitta typo xato ketibdi. Okay, demak qayerda current bo'lib ketibdi demakda. Current bo'ladi. Va tekshirib ko'ramiz. Is not defined debdi. Xo'p, yana qayerda current degan so'zni ishlatib, biz node degan so'zimiz ham bor edi. Okay, I hope it won't break. Hop, current. Hop, qayerda? Mana shu so'zni olib tashlaylik. Current deylik shuni. Judayam hop, current. Hozir. Okay. I think everything is good. Neighbors. Yep. Okay. Demak, to'xtamayapti. Nima qilishimiz kerak? Demak, bizni funksiyamiz ishlayapti, lekin u hech qachon to'xtamayapti. To'xtash uchun nima qilishimiz kerak? Nimani pop qilishimiz kerak? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Yes. Demak, biz visit qilayotganimizni ham tekshirishimiz kerak ekan. Visit qilganlarimizni visited deb yozsak bo'ladi yoki seen deb yozsak bo'ladi. Keyin seen deb yozaylik. Bunga set ishlatib ketsak bo'ladi, misol uchun. Ya'ni shunchaki bo'sh set bilan boshlaymiz. Ya'ni qayerda qanday ko'rib ketganimizni mark qilishimiz mumkin. Demak, bu yerga aytamiz note, ya'ni boshladik shu yerdan va biz tashrif buyurgan elementimiz ko'rilganmi yo'qmi? Chunki mana bu yerda biz o'zimiz sikl hosil qilib qo'yapmiz. Ya'ni Q o'zida mana bu yerda sikl qilyapmiz. If node tag neighbor not in seen, ya'ni ko'rildimi, ko'rilmagan bo'lsa, hech ham ko'rilmagan bo'lsa, demak biz uni albatta nima qilib ketishimiz kerak? Qga qo'shib ketishimiz kerak. Qolgan holatda shunchaki biz append qilib, ya'ni neighborlarni print qilsak bo'ladi. Ya'ni buning hech qanaqa zarari yo'q. Lekin ko'rilmagan bo'lsa, Qga qo'shishimiz kerak. Ko'rilgan bo'lsa, demak biz uni o'ylashimiz shart emas. Va mana bu yerda current oldik va qayerda yana qo'shib ketishimiz kerak? Sen Qga solayotganimizda mana bu yerda. Yaxshi. Okay, mana bu yerda seen at yaxshi neighbor. Juda ham zo'r. Endi ishlatib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bizni BFS algoritmimiz to'g'ri ishladi. Chunki biz ko'rgan elementlarimizni ham albatta mark qilib ketishimiz kerak ekan.
Kim tushunmadi shu paytgacha qilingan ishlarga? Kimda qanaqa savol bor? Chunki ba'zi elementlar nimaga biz hozir ba'zilar so'rashi mumkin. Nimaga biz aynan mana bu sin degan tushunchani kiritdik? Nimaga kirityapmiz? Chunki biz ko'rib turgan bo'lsangiz, ba'zi elementlar o'ziga qaytishi mumkin. Kimdir javob bermoqchi ekan. Okay, aha. Javob berishingiz mumkin. Abdulloh Umar. Yep. Javob bermas ekan. Demak, sin. Aynan sinni maqsadi aynan shu narsadan iborat edi. Nimaga biz bu narsani qilyapmiz? Ya'ni ba'zi elementlar o'ziga, ya'ni bidirectional bo'lib qolsa tasavvur qiling yoki directed bo'lsa ham, ya'ni bir-biriga direct qilgan bo'lsa, aynan shu holatda u o'zidan o'zi aylanib qolaveradi. Ya'ni siklga o'xshagan narsa paydo bo'lib qolishi uchun. Paydo bo'lib qolmasligi uchun aynan ishlatiladi. Shuning uchun bu narsani ham bilib qo'yganingiz yaxshi va zarar qilmaydi. Hammaga tushunarlimi? Okey, menimcha savollar. Kimda savol bor? Biz hozir buni DQ, ya'ni double-ended cube siz ham bajarsak bo'ladi. Unda ham xuddi shunaqa operatsiya boshlanadi, ya'ni biz 0-elementni pop qilaveramiz. Agar buni o'rnida misol uchun siz so'rashingiz mumkin, mana bu yerda array ishlatganimizda nima bo'lardi deb. Ya'ni agar bu yerda array, shunchaki arrayni o'zini ishlatganingizda nima sodir bo'lardi? Ya'ni list. Oddiy Pythondagi list ishlatganingizda mana bu yerda siz nima qilardingiz? Remove index keltirib o'tardingiz. Ya'ni 0-elementdagi elementni o'chirib tashlashini aytishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni chunki biz boshidan olyapmiz-da faqat. Lekin buni yomon tomoni biz elementlarni surishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni elementlar suriladi. O'sha tarafdan, ya'ni complexity jihatdan biz odatda list ishlatmaymiz. Uni o'rniga aynan mana bu double-ended queue haqida o'rganib ko'rsangiz bo'ladi, buni qanaqa ishlashini. Ana shuning uchun ham deck ishlatamiz. Qisqacha aniqasi shu, ya'ni pop left bor, keyin pop o'zi bor. Ya'ni pop left biz chap tarafdan olayotganimiz uchun, ya'ni birinchi element boshida bo'ladi. Ya'ni 0 ni hisoblaganingizda biz chapdan sug'urib olganimizda to'g'riroq, yaxshiroq, efficientroq ishlashi uchun. Write va delete operatsiyalari juda ham tezlashgan. Deckda adashmasam constant oladi. Okay. Demak, BFS ko'rdik biz. Endi DFS ko'radigan bo'lsak. DFSda bu jarayon qanaqa ishlaydi? Xuddi mana shu grafimizni DFS qiladigan bo'lsak, qanday ishlagan bo'lardi? Judayam zo'r, judayam zo'r. Demak, last in first out, ya'ni oxirgi kirgan birinchi chiqadi degan qonun asosida biz stack ishlatamiz. Yaxshi. Demak, biz nima qilamiz? Demak, biz A dan yurish so'ralgan bo'lsa, biz stackga o'ziga A ni qo'ydik birinchi. Ya'ni biz stackimizni qo'ydik, A ni qo'ydik, A ni chiqazdik va A ni tekshirganimizda uni keyingi elementi B ekan. Ya'ni B ekan. A ni ustiga B tushdi. Ya'ni A ni chiqazib tekshirganimizda B tushdi. B dan keyingi element nima ekan? D ekan. D dan keyingi element E ekan. Demak, biz E ni endi chiqazib yuboramiz. Ya'ni E ni chiqazamiz, tekshiramiz. Misol uchun sotadimi yo'qmi, o'sha mango sotadimi yo'qmi tekshiramiz. D dan keyingi element bizda misol uchun D ni connectioni bor ekan, C ekan. Sana o'zini C ni yozib, C ni tekshirsak bo'ladi va C ni ham chiqazamiz. Keyin D ni o'zidan yana qaytamiz. B ni yana tekshirib ko'ramiz, connection bormi yo'qmi va yo'q ekan, qaytamiz. Keyin A ni keyingi connection tekshiramiz. Bu C ekan va shunaqa ko'rinishda davom etadi. Demak, biz ko'rib turganingizdek, ustma-ust qo'yib, eng oxirdagigacha, sporgacha borib o'tar ekanmiz. Endi bu yerda bizga ko'proq aytib o'tganingizdek stack yordamga
kelar ekan. Keling endi biz qanday qilib DFS qilishni o'rganamiz. Demak, keling from graph import graph deymiz. Boyagi graf anqamizni olib kelib olamiz, grafdagi va shu yer o'zida def DFS deymiz va u ham grafdan boshlaydi, qanaqadir grafdan boshlaydi va uni ham qanaqadir node berib o'tadi. Bizni holatimizda bu string va bu bizga hech narsa qaytarmaydi, shunchaki print qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yana o'sha aytganimdek if not node, agar node berilmagan bo'lsa yoki none bo'ladigan, null bo'ladigan bo'lsa, biz hech nima qilmasligimiz kerak, ya'ni shunchaki u nodeni berib o'tish kerak bo'ladi. Va bu yerda nima qilamiz? Stack implementatsiya qilamiz. Bunga ham dek ishlatsak bo'ladi, bemalol. From collections import. Chunki biz boya esingizda bo'lsa, nimani ishlatgan edik? Arrayni ishlatgan edik. Arrayni ishlash tarzini o'zgartirishimiz o'zi yetib ortgan edi. Va bunga set ishlatsak bo'ladi. Nimaga set ishlatamiz? Bu haqida ham albatta ko'rib o'tamiz. Demak, sen qilamiz. While stackimiz bo'sh bo'lmay turishi kerak, ya'ni bo'sh bo'lib qolmasligi kerak. Bo'sh bo'lgan payt to'xtaydi. Demak, biz stackdan pop qilamiz. Endi element pop left emas, ya'ni biz oxiridan olamiz. Oxiridagi elementni olamiz va biz uni current deb atasak bo'ladi. Keyin shunchaki qisqaroq nomlab atab ketamiz. Demak, current oldik va o'z uni senga qo'shib bo'lganmiz allaqachon. Va bu yerda nima qilamiz endi? Kimda qanaqa fikrlar bor? Demak, biz boyagi yo'nalish bo'yicha yuradigan bo'lsak, A, B, C, D, I ko'rinishda. Demak, biz A bor, bu yoqda B va C bor. Va D bor, I bor. A dan B ga C, D, I ko'rinishda ketyapti. Aynan bu qismida nima qilishimiz kerak biz? Ya'ni birinchi ko'rganimizda tekshirib o'tsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman, shaxsiy fikrim. Agar current not visited not in scene, misol uchun agar ko'rilmagan bo'lsa, endi uni print qilsak bo'ladi. Chunki ko'rilgan narsani biz qayta nima deydi, print qilaverishimiz juda ham xato bo'ladi. Va undan keyin uni nima qilsak bo'ladi? Senga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi, agar ko'rilmagan bo'lsa. Va undan keyingina biz endi nima qilishimiz kerak? Uni neighborlarini intact graphdagi o'sha elementni o'zini olamiz va nima qilamiz? Stackga append qilamiz va neighborni o'zini. Mana. Ya'ni bu juda ham zo'r ssenariyda kod bo'ldi, o'ylashimcha. Demak, ko'rib turganingizdek, ko'rilmagan bo'lsa shunaqa bo'lyapti, ya'ni ko'rilmagan elementlarni track qilib ketyapmiz va undan qaytarsak bo'ladi oxirida. Okay. Demak, DFS, graph va A'dan boshlashni so'raymiz. Qarang. Aha. Okay. Yaxshi, lekin bizning holatimizda ko'rilgan bo'lsa kirmaydi, ya'ni bu kod ishlamaydi. Shu tomoni ham bor. Yep, sure. Why not? Like if neighbor not in scene bo'ladimi shunda? Tak, biz scene qilishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizni kodimiz mana bunday ko'rinishga kelishi kerak bo'ladi. Unda senni ham logicga bu yoqqa ichkariga olib kirishimizga to'g'ri keladi. Agar ko'rilmagan bo'lsa, sen add deymiz, current qo'shishimizga to'g'ri keladi va bizda mana bu qator kerak emas bo'ladi.
Biz buni logikasini sursak bo'ladi. Okay. Ketib qoldi. Okay. Sounds good. Keling, kodni yuritib ko'ramiz. DFS. Bizda hozir BFSimizni, ya'ni grafimizni kodi ham ishlab ketadi. Shuning uchun birinchi buni disable qilib olganimiz yaxshi. Hop, buni buni disable qilib olganimiz yaxshi. Chunki hozir execute bo'lib ketib qoladi. Python DFS qilsak, ko'rib turganingizdek ACBDBD boyagi aytgan ko'rinishimiz ishlab ketdi. Hop, keling, aynan bu grafimizni bitta ko'rib olaylik. Def graf. Va nimaga bunaqa ishlaydi? Demak, A dan birinchi qayerga boradi? B, C ni qo'shdi, ya'ni B va C dagi elementlar hammasini qo'shdi. Nimaga qo'shdi? Stackga qo'shdi va C ni oldi. Ya'ni C ga bordi. Keyin C dan B ga borish kerak ekanligini ko'rdi va yana B, ko'rib turganingizdek, C dan B ga qaytdi va B dan keyin D ga bordi va D dan C ga bordi va oxirida B уже ko'rilganini ko'rdi. Shu bilan yana D ga qaytib keldi. Ya'ni depth bo'yicha yurdi. Cool. Demak, stack nimaga kerak bizga? List nimaga kerak? Bular hammasi bizda juda ham muhim tushunchalar va listni ishlashini, behaviorni o'zgartirish bu bizda abstract data type keltirib chiqarardi. Bu deq debman, queue va stack edi. Shu queue va stack nimaga ishlatilishini mana bu yerda ko'rib o'tib ketdik. Ko'rib turganingizdek, DFS va BFS ishlatilishida queue va stack o'rni juda ham katta ekan. Ya'ni graflar yurish bo'yicha. Demak, biz graph traversal algoritmlarini ko'rib chiqqan bo'ldik. Xo'p, bizda yana yarim soat vaqt qolibdi. Keling. Bu yerda hozir men yana bir narsa to'xtalib o'tmoqchi edim. Dijkstra algoritmiga to'xtalib o'tmoqchi edim, lekin vaqtimiz juda ham cheklangan hisobiga o'tolmas ekanmiz va davom etamiz treelardan. Chunki treelarda ham ba'zi narsalarni ko'rib o'tishimiz kerak ekan. Xo'p, summary hisobida bitta narsani aniq aytib o'ta olaman, ya'ni matrix graflarni ishlatishingiz, ya'ni adjacency matrix ko'rinishida yozishingiz sizga qachon kerak? Qachonki constant time'da qanaqadir connection'ni topish uchun juda ham ajoyib hisoblanadi va undan tashqari yana use case'lari bor. Biz bilmaydigan, balkim bilarmiz, yani balkim bilmaymiz. Lekin asosan ko'rinishi adjacency list ko'rinishida bo'ladi. Shunaqa. Matrix ko'rinishida yozish yomon tomoni bu memory, ya'ni juda ham ko'p memory consume qilib qo'yishingiz ehtimoli katta bo'lgani uchun.